Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. 5-sinf 1-mavzu kirish geografiya nimani o'rganadi. Geografiya va uning tarmoqlari haqida tushuncha. Geografiya juda qadimgi fan. Qadimgi Yunon olimi Eratosfen kitob yozib, uni geografika deb atagan. Yunoncha ge yer, grafo yozaman degan ma'nolarni bildiradi. Binobarin geografiya so'zi yerni tasvirlab yozaman, yerning tasviri degan ma'nolarni anglatadi. Geografiya yer yuzining tabiatini, aholisini va uning xo'jaligini, insonning tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish masalalarini o'rganadigan fandir. Geografiya bilan shug'ullanadigan kishilarni geograflar deb ataymiz. Uzoq vaqtgacha geograflar yer yuzi tabiatini, aholisini va mamlakatlarning xo'jaligini tasvirlab yozish bilan shug'ullanib kelishdi. Geograf sayyohlar yangi yerlarni, dengiz va okeanlarni kashf qilishdi. Biroq yer yuzining tasvirlash, sayyoramizning kattaligini aniqlash, xaritasini tuzish uchun bir necha ming yillar kerak bo'ldi. Geografiya fani rivojlanib borgani sari unda ikkita asosiy yo'nalish, tabiiy geografiya va ijtimoiy-iqtisodiy geografiya vujudga keldi. Siz 5-sinfda tabiiy geografiyaning juda muhim bo'limi, tabiiy geografiya boshlang'ich kursini o'rganasiz. Tabiiy geografiyani o'rganishning ahamiyati. Tabiiy geografiya yer yuzi tabiatining holatini, uning o'zgarishi, ro'y beradigan tabiiy hodisalarni, tabiatdan foydalanganda nimalarga e'tibor berish zarurligini o'rganadi. Shuning uchun siz aziz o'quvchilar, tabiiy geografiyani boshidanoq puxta o'rganishga harakat qiling. Inson yashash uchun zarur bo'lgan hamma narsani, havo va suvni, oziq-ovqat va foydali qazilmalarni tabiatdan oladi. U uy-joylar, zavodlar, shaharlar quradi, konlarni ochadi, g'alla, paxta va boshqa ekinlar ekadi, bog'lar barpo qiladi, chorva mollarini boqadi. Tabiat boyliklaridan unumli foydalanish, uni avaylab asrash uchun esa albatta geografiya fanini juda yaxshi bilish zarur. Tabiiy geografiya yer yuzi yoki uning biror joyi tabiatga ta'rif berish bilan chegaralanmaydi. Tabiiy geografiya sayyoramiz tabiatining nima uchun xilma-xil ekanligi sabablarini tushuntiradi. Masalan, cho'l zonalarida yog'ingarchilikning kam, tog'li hududlarda esa aksincha ko'p bo'lishini, tog'lar ustida jazirama yozda ham qor erimasligini, ayrim joylarda yil bo'yi ob-havo bir xil issiq bo'lishini, boshqa hududlarda esa 4 ta fasl aniq almashinib turishini tushuntirib beradi. Shuningdek, tabiat kambag'allashib ketmasligi, ifloslanmasligi, yerlarni sho'r bosib, tuproq unumdorligi pasaymasligi, daryolar qurib qolmasligi uchun tabiatdan, uning boyliklaridan qanday foydalanish kerak, qanday ishlarni amalga oshirish degan zarur degan savollarga ham javob beradi. Tabiiy geografiya boshlang'ich kursida nimalar o'rganiladi? Siz yer yuzi tabiatining asosiy umumiy qonuniyatlarini bilib olasiz. Tabiatni, unda ro'y beruvchi hodisalarni eng oddiy kuzatish usullarini o'rganasiz. Tabiiy geografiya boshlang'ich kursi sizni 6-sinfda o'rganiladigan materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasini oson o'zlashtirishga tayyorlab boradi. Qo'lingizdagi ushbu darslik 7 ta bobdan iborat. Har bir bobdan muayyan bilimlarni egallaysiz. Geografik xaritalar bobini o'qib, globus va xaritada yer yuzasining katta qismlari qanday qilib tasvirlanishini bilib olasiz va ulardan qanday foydalanish mumkin degan savolga javob beradigan bo'lasiz. Endi bu yerda ob-havo hodisalar sharti belgilari, bu shakl havo ochiq, bu shakl havo bulut, bunday ko'rinishda havo yarim bulut, bu bo'lsa havo ozgina bulut, shabada, o'rtacha shamol, kuchli shamol, quyun, tuman, yomg'ir, qor, jala, bulduruq, do'l, momaqaldiroq, to'p-to'p bulut, qat-qat bulut hamda passimon bulut. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.